Mamlakatimizda sportni yanada rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish hamda yoshlar o'rtasida milliy qadriyatlarimizni ommalashtirish borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Termiz davlat pedagogika institutida 11 noyabr kasaba uyushmalari kuni munosabati bilan sportning milliy kurash turi bo'yicha musobaqa bo'lib o'tdi. Milliy kurash o'zbek xalqining eng qadimiy sport turlaridan biri bo'lib, u nafaqat jismoniy kuch va epchilikni, balki ulug'vorlik, halollik va mardlikni tarannum etadi. Ajdodlarimiz ming yillar davomida kurashni nafaqat sport, balki marosim, bayram va xalqning birligini ifodalovchi boy an'ana sifatida qadrlashgan. So'nggi yillarda mamlakatimizda ham ushbu sport turini yanada rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, Termiz davlat pedagogika institutida talaba yoshlarning iqtidor va salohiyatini yuzaga chiqarish maqsadida Talabalar ligasi, rektor kubogi va O'zbekiston kasaba uyushmalari kuni munosabati bilan sportning kurash turi bo'yicha musobaqa bo'lib o'tdi. Unda institut professor, o'qituvchilari, xodimlar hamda talaba yoshlar faol ishtirok etishib, sog'lom raqobat va do'stlik muhitida g'oliblik uchun bellashishdi. 11 noyabr kasaba uyushmalari tashkil topganligining 120 yilligi munosabati bilan sport o'yinlari davom etyapti. Bundan bir necha kun oldin sport turlari bo'yicha 5 tur bo'yicha biz start berdik. Albatta bugun mana shu 5-turimiz, ya'ni milliy kurashimiz bo'yicha sport o'yinlari davom etyapti. Shu munosabat bilan Termiz davlat pedagogika institutining kasaba uyushmalari qo'mitasi tomonidan qimmatbaho sovg'alar tayyorlab qo'ydik. Turimizni yakunida biz mana shu qimmatbaho sovg'alarni o'z egalariga topshiramiz. Shuningdek, institutda rektor kubogi musobaqalari ham bo'lib o'tdi. Unda turli vazn toifalarida bellashuvlar o'tkazildi. Natijada 4 nafar ishtirokchi birinchi o'rinni, 8 nafar talaba esa ikkinchi va 3-chi o'rinlarni egallashdi. Professor, o'qituvchilar va xodimlar o'rtasidagi bellashuvlarda ham 4 nafar qatnashchilar g'oliblikni qo'lga kiritib, 8 nafari faxrli 2-chi va 3-chi o'rinlarga sazovor bo'lishdi. Bellashuv yakunida ishtirokchilar o'z taassurotlari bilan o'rtoqlashib, bunday tadbirlar sportni rivojlantirish, do'stlik va hamjihatlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlab o'tishdi. Talaba yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, sport bilan muntazam shug'ullanish maqsadida Termiz davlat pedagogika instituti mana milliy kurash sport musobaqasi bo'lib o'tmoqda. Bizga ma'lumki, biz vohamiz shu alpomishlar, polvonlar yurti hisoblanadi. Mana shu yurtda har bitta yosh o'g'il bolalarimiz, yigitlarimiz kurash bilan shug'ullanib, shu bilan bir qatorda mana xalqaro respublika darajasida yurtimizni bayrog'ini yuqori ko'tarishini tilakdoshimiz. Musobaqa so'ngida g'olib va sovrindorlar diplom hamda qimmatbaho esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Bunday tadbirlar nafaqat sportni rivojlantirish, balki jamoa a'zolari o'rtasida do'stlik va hamjihatlikni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.